2025-yilda uyni tashqi qismlariga qanaqa tunuka fon dizaynidan qilsam ekan deb o'ylanib yurgan hurmatli vatandoshlar, mana bu tunuka fon ishimizga bitta baho berib qo'yinglar. Yo'qsa albatta ustalarimizni mehnatini to'g'ri baholagan holda bir dona laykni gumburlatib bosib qo'ysanglar, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 8-mart 2025-yil biz navbatdagi xonadonimizni tunuka fon ishini Samarqand viloyati, Samarqand shahri Darxon ko'chasida mana shunaqa neobeshniy ko'rinishda, ya'ni o'zgacha fasonda tunuka fon qilib bitkazib berdik. Video boshidayoq aytib qo'yay, ushbu xonadonimizga jami bo'lib 365 kvadrat atrofida tunuka ishlatdik va xonadon egasiga 1 kvadrat metr tunuka fonni barcha xarajati ichida 145 ming so'mdan qilib berdik. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fonning narxi barcha xarajati ichida, ya'ni reyka, samarez, lesa, o'rnatib berish usta xizmatlari bilan birgalikda vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan, voha bo'ylab yoki bo'lmasam boshqa viloyatlar bo'ylab, vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150 ming so'mdan qilib berilmoqda. Aynan bizning vodiyli ustalarimiz borib xonadoningizni mana shunaqa go'zal holatda tunuka fon qilib beradi. Siz xohlagan fasonda va siz xohlagan dizaynda qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Shuni ham e'tiborga olib qo'ying. Lekin do'stlar, bitta narsani ham e'tiborga olib qo'ysangiz, bundan juda ham xursand bo'lar edim. Juda ko'p vatandoshlarimizga bu haqida tushuntiraman. Biz tunuka fonchilar, nafaqat biz, balki boshqa tunuka fonchilar ham, u qaysi viloyatdan bo'lmasin, tunukani rasxodini hisoblaydi, sizning joyingizning kvadratini emas. Misol uchun sizni joyingiz kvadrati 20 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, siz tanlagan fasonga qarab aynan o'sha 20 kvadrat joyingiz 30 kvadratga yoki 40 kvadratga aylanib ketishligi mumkin bo'ladi. Siz taxminan joyingizning kvadrati 100 kvadrat metr bo'ladigan bo'lsa, demak meni xonadonimga eng sodda fasonda 150 kvadrat tunuka ketar ekanda deb hisobingizni olib qo'ysangiz bo'laveradi. Shuni hisobga olib qo'ying. Biz joyli kvadratini emas, tunukani ketgan rasxodini hisoblaymiz. Hozirgi aytayotgan narximiz ham aynan o'sha tunukani rasxodini hisoblagandagi narx. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.